Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Andijon viloyatidan Shohruh akamiz tashrif buyurganlar. Shohruh akamiz institutda dars beradilar, domla bo'lib. Domlajon, mana apparat qanday, ma'qulmi? Biz endi o'zimiz tanladik. TV variantini ko'rdik, ishlashlarini, sharoitlarini, garantiyalari bor ekan. 2 yil garantiyalar, texnik nosoz bo'lsa, buni to'lab 2 yil mobaynida to'lab berishar ekan. Shunday. Tavsiyasiga ko'ra yaxshi. Endi o'zingiz mashina tagiga tashab, maydalab tashlamasangiz, bu yoqdan to'g'rilab ketsak bo'ladi. Xudo xolasa. Bu garantiyalar hammasi zavod garantiyalari. Bu garantiyalarga biz bajarib, to'g'rilab beramiz. Apparatimizga keladigan bo'lsak, bu RKF T1. RKF T1 ning ma'nosi Rustam Komil Fozil degan ma'noga ega. Ko'pchilik ustiga qo'yibdi RKF T1 deb. Har bitta narsam o'ziga ma'nosi bor. O'zimizni brend asosida chiqishni boshlaydi. Mana sariq Texnovet ko'rinishda o'sha ishlanish, faqat ustidagi Kainsi bilan raqobatda bardosh bo'lish uchun ustini sariq qildirdik. Tagi esa qora. O'sha 27 sm chuqurlik, 10 000 amper. Ichidagi rus tilida joylashtirdik. Oldingilari ingliz tilida edi. Lekin rus tilida bo'lgani bilan 4 ta funksiyani ishlatamiz hozircha. Qolgani bizda ja'nu bo'lgani yo'q. To'g'risida hali bizlarda faqat homiladorlikda bor yo'qligi, jinsiga mana endi yetib boryapmiz-da. Lekin buyrak, jigar hammasini tekshirsa bo'ladi. Faqat domlajon o'zingiz bilasiz. Institut ham menimcha o'zi bo'yicha endi mana ishlar olib borilyapti-da. To'g'ri. Endi olib borilyapti. Endi hamkasblarimiz ham olgan bu yerda. Hamdullo aka ham shu yerdan olib ketgan ekan. Hamdullo aka olib ketgan. Bir tavsiya qildi u ham Hamdullo aka. Abdulla aka. Shunday. Shunga binoan biz keldik endi. Rahmat aka. Rahmat. Aloqadamiz. Yana odam bo'lsa nima qilamiz? Bo'ldi. Do'stlar, bizda 12 xil turdagi uzi apparatlarimiz bor. Yaqin kunlarda yana RKF T1 modellarimiz yetib kelyapti. Ularni ham xudo xolasa obzor qilamiz. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.